Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Allohdan nima yaxshilik bo'lsa, xonadonlaringizga tilakdoshman. Mana jahon chempionatini ham chiqib, ko'rib, o'ynab, tugatib kelganlaringiz bilan tabriklaymiz. Yigitlarimiz malades. Portugaliyada birinchi turda Kolumbiyaga 3-1 ga yutqizdik. Va aytdik, Kolumbiya kuchli ekan deb. Portugaliyani ham aytdik kuchli deb. Endi Kongo degan davlatda 500 ming odam yashar ekan, shu kichkina davlatga shunday buyuk O'zbekiston davlati yutqizib o'tiribdi. Yigitlar bilmadim, nimaga buni o'yin qilishdi oxirida tushunmay qoldim. Endi yana bir narsa borki, mana shu murabbiy to'g'risida ko'p odam fikr yurgizyapti, meni ham fikrim bor. Hamma narsa o'zimizniki bo'lgani yaxshi. Mana Yaponiyada chol aytdi-yu, biz ham chiqqanimizda yo'q komandalarga ham yutqizib borib keyin kuchayib ketganmiz. Yaponiyani ham qarasangiz, bari o'yinchilar Yaponiyaniki, trener ham Yaponiyaniki. Hech qanaqa anaqasi yo'q. Shu talantli trenerlarimiz bizda ham bor. Mana Osiyo o'yinlarini ham ko'rdilaring, qanaqa trenerlar borligini. Islombek Ismoilov, Temur Kapadze, ana Nasaf nimasi bor trener Ro'ziqulberdiyev, u ham kuchli. Mayli, endi Sarkisyan qarib qolgan, lekin balkim opit natijasida hammasiga yetarlidir. Ulashsa bo'ladi, lekin nima keragi bordi? Begonadan olib kelib, begona yurtga olib kelib, mana buni bizni darvozamiz kaliti senda, sen boshqarasan deb berib qo'yish. Endi bilmadim, bag'i nima bo'larkin. Endi jahon chempionatiga kelasi yillarga endi o'zimiz tayyorgarlik ko'rib, sostavni kuchaytirib, talantli yigitlar qo'yish kerak. O'zbekistonda 16 ta komanda bo'lsa, 16 tadan talantli o'yinchilar juda ko'p. Juda ko'p. Deb endi hali nima deydi, qarindosh urug'chilikni yig'ishtirib qo'yish kerak bunaqa joyda. Vatan uchun biz sobiq SSR davrida SSRga balet qilganimizda Igor Belanov, Oleg Blakhin bu juda ko'p o'ynagan. Ana SSR yoshlar komandasida Mirjalol Qosimov o'ynaganda ham balet qilganmiz. O'shanda biz yosh edik. Endi hozirki mana bu 21-asrda O'zbekiston davlati jahon chempionatiga chiqqaniga xursandmiz, lekin o'yinni ko'ringlar. Shu Kondo degan komanda hech qanaqa o'yin qilmadi. Biznikilar yana anaqa qilib qo'ydi. Nima deydi? Biznikilar o'yin ko'rsata olmadi. Nima, bitta gol urib olib dam olish kerakmidi? Urish kerak edi. Himoyada emas, hujumda ham bo'lish kerak. Hali nimalar aytadi, urushda eng taktika urush bu hujum deydi-yu. Hujumda birdaniga bosish kerak. Bosim berish kerak edi. O'sha nimaga ko'zini ocha olmaslik qolish kerak edi. Nimaga endi biznikilar himoyaga o'tib oldi? 5-0 bo'lganda ham mayli edi, himoyaga o'tib olib, yotqasa o'ynasa bo'laverardi. 2-0, 3-0 bo'lganda ham mayli edi. 1-0 da ham yotib oladimi? Bu qanaqa o'yin bu? Mayli, endi Alloh sabr bersin endi muxlislarga. O'zbekiston jamoamizga yana omadlar tilaymiz. Osiyo kubogida yana kelasi jahon chempionatiga chiqishga Allohim yuz ko'rsatsin. Omad hamisha. Yigitlarga rahmat, sog' bo'linglar.